Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. IDC Geometry kitobining 5-mavzu, 1-testini boshlaymiz. Xo'p, to'g'ri burchakli uchburchakning demak katetlari. Bizda to'g'ri burchakli uchburchak yo'q ekan. Xo'p, katetlari 3 va 4 ekan. 3x, 4x. Endi perimetr 36 ga teng bo'lsa, uning gipotenuza uzunligini so'rayapti. Agar 3x 4x bo'lsa, gipotenuza 5x bo'ladi. Pifagor soladi. Endi perimetr qo'shim. Hop, 3x plus 4x plus 5x teng 36 ga 3 kvadratga 4 kvadratini qo'shsa 5 kvadrat chiqadi. Shundan kelib chiqdi 12x teng 36, x teng 3 ekan. Endi bizga gipotenuza kerakdi 15. C javob. Keyingi misolga o'tamiz. Xo'p, demak, Pifagor teoremasiga qo'yamiz. Katetlar kvadratlar yig'indisi gipotenuza kvadratga teng. Buni Pifagor teoremasidan 7, 12, 13 hisoblagan ham bo'ladi. 7 hozir hisoblab ko'raylikchi. 49 plus x kvadrat teng x kvadrat plus 2x plus 1. Hop, qisqarsa demak 2x teng 48, x teng 24 ekan. Shu 7, 24, 25 edi. Demak, bizga x qiymatini so'ragan. C javob. Teng yonli to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi 10 ga teng. Demak, teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak. A desam, gipotenuzasi 10 ga teng. Katetda A ni so'rayapti. A kvadrat plus A kvadrat teng 10. 2ta A kvadrat teng 100. A kvadrat teng 50. A teng 5 ildizli 2. C javob. Hop, CB'nin uzunligini so'rayapti. CB. Hop, 5 ildizli 74 bo'lsa, bu yerda A desam, A kvadrat plus 5 kvadrat teng 74 bo'lsa, 49, A teng 7 ekan. Endi 7 bo'lsa, bu tomoni 3 bo'ladi. B ni topishimiz kerak ekan. B kvadrat teng 5 kvadrat plus 3 kvadrat. B teng ildizda 34. C javob. Birato'la qo'shaveradi. Teng yonli uchburchakning yon tomoni 13 ga hop 13 balandligi 12 ga teng ekan. Endi uchburchakning perimetrini toping. Teng yonli bo'lgandan keyin asosan tengiga bo'ladi. 13 12 bo'lsa, A desam Pifagor soladi. A kvadrat plus 12 kvadrat teng 13 bo'lsa, A teng 5 chiqar ekan. 5, bu tomoni ham 5. Endi perimetr teng 13 plus 13 plus 10. Chunki asosi 10 da. Hop, 26 36 ekan. A javob. Keyingi misol. Hop, to'g'ri chiziq chiza oladigan bo'lsam, hop, AB 2 bizga qaysi AD ni so'rayapti. AD. BC ga AE parallel. Hop, shunda 4 bo'ladi-da, bu DC 5 bo'lsa, bu yog'i 2 bo'lsa, bu 3 bo'ladi. Endi x so'rayapti. X kvadrat teng 4 kvadrat plus 3 kvadrat. X teng 5 ekan. B javob. To'g'ri burchakli uchburchakning katetlari demak 15, 20 bo'lsa 25. Pifagor soladi. Endi bizga balandligini so'rayapti. H topish formulasi 100 dan kelsa bo'ladi. 100 to'g'ri burchakli uchburchakdan A ko'paygan B taqsim 2 yoki S ko'paygan H taqsim 2 ikkala qisqarsa, demak katetlar ko'paytmasi gipotenuza bilan balandlikni ko'paytmasiga teng. 15 kare 20 teng 25 kare H. H teng 12 ekan. C javob. Keyingisi, hop, AB ni uzunligini so'rayapti. AB ni uzunligi. To'g'ri chiziq. Hop. Hop, mana o'tkazdik.
Shunda y topalım. Y kvadrat teng 6 kvadrat plus 4 kvadrat 36 ga y kvadrat teng 52. Turib turadi. Endi x kvadrat plus x kvadrat teng 52 ga. Ya'ni y kvadratga tengmi? X kvadrat teng 26, x teng yulduzda 26. Hop, A cevap. Keyingi misol. To'g'ri burchakli uchburchakning demak uchburchak gipotenuzali proyeksiyasi. Proyeksiya biz bilamiz soya. Hop. Demak katetlarga 18 va 32 ga teng. Uchburchak perimetrini toping. Hop. Demak gipotenuza 50 ga teng ekan. A, B bo'lsa, hop, formula bordi. Katet kvadratini yonsa A kvadrati proyeksiya bilan gipotenuza ko'paytmasi. Xuddi shunaqa ikkinchi katetga BC ko'paygan C. Endi A ni topamiz. A teng 18 ko'paygan 50. Hop, A ni topadigan bo'lsak, A teng 9 karra 100 qilsam 930 ekan. Endi B ni topadigan bo'lsak, 32 karra 50 bo'lsa 1600, B teng 40. Endi perimetr teng 30, 40, 50. 122. Deyəcəm. Hop. 7, 24 bo'lsa, hozir ishladik. Gipotenuza 25 ga teng. Endi biz formula topdik. Katetlar ko'paytmasi gipotenuzani balandlikka ko'paytmasiga teng. 7 karra 24 teng 25 karra x. X teng 168 taqsim 25 deyəcəm. Çizmadan foydalanıp x toping deyapti. X topish uchun hop. H teng yulduz ostida AS ko'paygan BS. Shunga qo'ysa bo'ldi. Endi demak yoki H kvadrat teng desak ham bo'ladi. AS ko'paygan BS. Mana shunga qo'ysa 4 kvadrati teng x minus 3 ko'paygan x plus 3. 16 teng x kvadrat minus 9 x teng 5 ekan. Sejam. Hop, keyingisi to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzaga tushirilgan balandlik uni 9 va 16 kesmalarga ajratibdi. Demak 9 va 16 ekan. Balandligi h so'rayapti. H kvadrat teng 9 karra 16. H teng addini o'zlasak 3 karra 4 bo'ladi. 12 ekan. Sejam. Keyingi misol. Hop, teng yo'li uchburchakning yon tomoni hop 17 ga asosi 30 ga teng ekan. Uning asosiga tushirilgan balandlik hop 30 bo'lsa, asosiga balandlik tushirsa teng yo'li uchburchak bo'lgani uchun teng 2 ga bo'ladi, chunki yon tomonlar tengda. Hop, shunda 15 h bo'ladi. Demak, to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun 17 ning kvadrati teng 15 kvadrat plus h kvadrat. H topadigan bo'lsa 8 chiqadi. Bu Pifagor so'zlari, demak A, B, C bo'ladigan bo'lsa 15, 8, 17 bo'ladi. Keyingisi hop x so'rayapti. Demak, bizda bu birinchi A ni topamiz. A kvadrat teng 4 kvadrat plus 5 kvadrat. A kvadrat teng 41. Endi 3 kvadratiga A ni kvadrati, ya'ni 41 qo'shsak teng bo'ladi x kvadratga. X kvadrat teng 50, x teng 5 yulduzda 2. Hop, qaydan topyapman? X teng yulduzda 50 bo'lsa, buni 25 karra 2 qo'ysam 25 dan yulduz chiqadi. 5 yulduzda 2 bo'ladi. Sejam. Hop, to'g'ri burchakli uchburchakning katetlari demak 24 va 18 ga teng ekan. Hop. Endi buni Pifagor so'zlari qilib topsak hisoblab turgandan ko'ra osonroq. Hop, 6 karra 4
6 kare 3 bo'lsa, bu 6 kare 5 chiqishi aniq. Chunki Pifagor usullari 4, 3, 5 edi. Shuning uchun A teng 6 kare 5 30 ga teng. C javob. Keyingisi hop x qiymatini so'rayapti. Formula yozdim. A kvadrat teng AS ko'paygan S edi. Hop, S'imiz 13 ga teng, gipotenuza x kvadrat teng AS 4 ga 1x S 4 gipotenuza 13. X teng 2 undazda 13 ekan. D javob. Hop, katetlari 12 va 14 bo'lgan uchburchakning gipotenuza medianasini so'rayapti. Mediana gipotenuzani teng 2 ga bo'ladi va o'zi ham gipotenuzadan 2 marta kichik bo'ladi. 12 va 16 bo'lsa, gipotenuzani to'plamimiz S. S kvadrat teng 12 ning kvadrati plus 16 ning kvadrati bo'lsa, S teng 20 chiqadi. Endi mediana S taqsim 2 ga teng. Chunki 2 ham S ga tengda 10 ekan. B javob. Hop, keyingisi BC ning uzunligini so'rayapti. Bu teng 2 ga bo'lgani uchun o'zi ham teng bo'ladi. 5 5 bo'ladi. 10 bo'lsa 6 ning kvadrati plus x kvadrat teng 10 ning kvadrati x teng 8. B javob. To'g'risi Puza geometriyasida to'g'ri burchakli uchburchakka juda ko'p ta'riflar berilgan. O'shanda ishlash ancha oson. Shuning uchun tez-tez ishlab ketyapman. To'g'ri burchakli uchburchakning katetlari 1,5 u 2 bo'lsa, uning perimetri 1,5 2. Hop, shuni yana Pifagor usullariga qo'ysam bo'ladi. Hop, bitta survalar 15, 20 bo'lsa, bunisi 25 bo'ladi. Demak, x 2,5 ga teng ekan. 3 kare 5, 3 kare 4, demak bu 5 kare 5. Hammasi 5 bilan bo'lyapti. 3 kare 4 kare 5. Mana. Shuni hisobiga demak 2,5 bo'lsa, perimetr 1,5 plus 2,5 plus 2. Hop, 4 6 ga teng ekan. B javob. Hop, BC ning uzunligini so'rayapti. Obshiy uzunligi demak A deydigan bo'lsak 5 ga teng. Endi bu tomonni B desak, B kvadrat plus 12 ning kvadrati teng 20 ning kvadrati bo'lsa, B teng 16. Endi AC teng A plus B. 5 plus 16. 21 ga teng. C javob. E'tiboringiz uchun rahmat.